Siz ham har safar internetda ko'rganingiz yegiz keladimi? Manziliga ajoyib joy topib qo'ydim. Bu joy takrorlanmas ta'm va hissiyot baxsh etadigan zoda cheesecake. Bitta cheesecake'larni turli xilini topishingiz mumkin. San Sebastianning o'zi 3 xil. Klassik, hamnon pistali, shokoladli. Cheesecake'larni bo'lsa, naqd 40 xili. Mevali, yong'oqli, kokosli, xullas ko'nish tusagandan bor. Ko'rinishini qarang, bularni o'ziga ohangraboday tortadi-ya. Xohlasangiz butun, xohlasangiz bo'linchiligi bo'lib sotib olishingiz mumkin. Shahar bo'yicha eng ko'p cheesecake tayyorlaydigan joylardan biri shu. Undan tashqari bu yerda yana boshqa pishiruvlar ham bor. Ishtahimni ko'p qiynamasdan o'zimga yoqqanlardan tanlab oldim. Birinchisiga hamnon pistaligidan. Voydod, buni mazasini hayotimdagi yegan eng mazali cheesecake'lardan biri shu. Mevali choy bilan dodaxo'ja ketyapti. Undan keyin shokoladlisi. Ta'mi ajoyib. Yeganingizda maylingizni his qilasiz. Bir marta yeb ko'rsangiz tamom, o'zingizni to'xtatolmay qolasiz. Mazza. Aytgancha, zodani bu yangi filiali tomlashga ham eng sara ovqatlardan tayyorlashayotgan ekan. Menga hashim mazasini ko'rmasangiz bo'lmaydi. Ko'pchilik so'raganiga yog'siz qilib tayyorlab olamiz deyishdi. Ko'rinishda o'zidan yog'sizligi ma'lum bo'ldi. Mazasi ham yaxshi. Tuzlari joyida. Oilaviy kelganlarga maxsus set bor ekan. O'shandan aytdim. Shohona qilib olib berishdi. Mazasi ham ko'rinishdan qolishmaydi. Uydagilaringiz aniq xursand bo'lib, sizni duo qilib yeyishadi. Tavsiya qilaman. Albatta kelib ko'ring. Manzili ham uzoq emas. Bu joy Archa ko'chada joylashgan. Shopingiz musidan kelganingizda o'ng qo'lda. Aniq lokatsiya Telegram kanalda bor.